Azospermiya haqida gaplashamiz. Azospermiya nima degani? Erkaklarda azospermiya. Azospermiya degani erkak suyuqligida spermatozoid hujayralarining bo'lmasligi, ya'ni urug' 0 ga teng bo'lib qolishi. Bunaqa holatlarda patsientlarimdan asosan qanday tekshiruvlar o'tkazaman va nima uchun bu tekshiruvlarni o'tkazishimni hozir tushuntirib beraman. Birinchi, agar sizda haqiqatan ham azospermiya tashxisi qo'yilsa, birinchi qabulimga kelgan patsientda men gormonlar tekshiraman. Qanday gormonlar? FSH gormoni, testosteron, ingibin B, estrogen va karyotip va mayak hajmini tekshiramiz. Mayak hajmi. Bu tekshiruvlarni nima uchun qilishimni sizlarga hozir 3 ta ustun bo'yicha tushuntirib beraman. Birinchi ustuni men bitimdan ajratib qo'yaman. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Birinchi ustunida qarang, FSH gormoni sizda FSH gormoni, testosteron va mayak hajmi. Bular hammasi sizda norma chiqadi. FSH gormoni, testosteron normada, mayagingiz hajmi normada. Lekin sizda urug' suyuqligida spermatozoid hujayralari yo'q. Bunaqa holatda obstruktivniy azospermiya deyiladi. Obstruktivniy azospermiya. Bunaqa holatlarda sizda urug' ishlab chiqariladi. Hammasi joyida, lekin sizda urug' chiqish yo'lida bloklangan, urug' chiqish yo'li bloklangan bo'ladi. Shuning uchun bu obstruktivniy azospermiya deb aytiladi. Xo'p, birinchi ustunni tushunarli. Endi ikkinchi ustunni tushuntiraman. Ikkinchi ustunida sizda FSH gormoni baland, testosteron past va mayak hajmi ham kichiraygan bo'ladi. FSH gormoni sizda baland, testosteron juda ham past, mayak hajmi juda ham kichiraygan. Bunaqa holatlarda sizda mayakda ishlab chiqaradigan hujayralar yaxshi ishlamayotganini dalolat beradi. Sizlarga eslatadigan bo'lsam, FSH gormoni sertoliga ta'sir qilish natijasida androgen bog'lovchi osil, LG gormoni lediga ta'sir qilish natijasida testosteron hosil bo'ladi. FSH gormonining baland, testosteron past bo'lishining sababi sizda mayakdagi ledi hujayrasi ishlamaydi. Chunki ledi hujayrasi testosteron ishlab chiqaradi. Testosteron o'z navbatida har doim FSH ni kontrol qilib turadi. FSH ni kontrol qilishining sababi bu o'sha sertolidagi spermatozoidlarning yaxshi yetilib shakllanishini, yaxshi pishishini ta'minlashi kerak. Bunaqa holatda, demak, mayak sababli obstruktiv bo'lmagan azospermiya deyiladi. Uchinchi ustunda sizda FSH gormoni, testosteron gormoni va mayak hajmi. Demak, FSH gormoni ham tushib ketgan, past, testosteron ham past, mayak hajmi ancha kichiraygan bo'ladi. Bunaqa holatlarda gipofiz bezini funksiyasi buzilgan va obstruktiv bo'lmagan azospermiya deyiladi. Bu mayakda emas, ya'ni bosh miyadagi gormon ishlab chiqaradigan bezni funksiyasi buzilgani hisobiga bo'ladi. Gipofiz bezini funksiyasi buzilgan sabab obstruktiv bo'lmagan azospermiya, ya'ni gipogonadotropniy gipogonadizm deyiladi. Gipofiz bezini funksiyasi buzilgani hisobiga sizda urug' 0 ga teng bo'ladi. Xo'p, 3 ta ustunni sizlarga ko'rsatdim. Endi har bitta ustunida nima qilish kerakligini tushuntirib o'taman. Mana sizlarga 3 ta ustunni ko'rsatib berdim, ya'ni sabablarni ko'rsatib berdim. Endi har bitta sababida nima qilishingiz kerak, qanaqa davolanishingiz kerak tushuntirib o'taman. Xo'p, birinchi ustunda ahamiyat bergan bo'lsangiz, sizda hamma gormonlaringiz yaxshi, mayakki hajmi ham yaxshi, lekin sizda urug' yo'li berk bo'lgani hisobiga sizda urug' 0 ko'rsatadi. Bunaqa holatlarda biopsiya qilinadi. Har doim esingizdan chiqarmang. Biopsiya qilinayotgan klinikada embriologiya laboratoriyasi bo'lishi shart.
Chunki biopsiya vaqtida agar spermatozoid chiqsa, uni maxsus uskunalar orqali muzlatib olib qo'yilishi kerak. Ikkinchi, uchinchi ustunda sizda gormonlar o'zgarishi bor. Bunaqa holatlarda har doim o'rinbosar gormon terapiya qilinadi. Mana nima uchun sizga qachon gormon berish kerak, qachon sizni biopsiya qilish kerakligi aniq-tiniq tushuntirildi. Menga ko'p kelgan patsientlar, urug'i 0 bilan kelgan patsientlar, nimaga gormon bermaysiz, nimaga srazi teza yoki biopsiya deb aytasiz, men har doim gormon olib kelganman deydi. Mana shunaqa holatlarni tushuntirib berishga harakat qilaman. Shuning uchun har doim oldin yaxshi tekshiruvdan o'tib, kerakli tekshiruvlarni qilib, sizda biopsiya qilinishi kerakmi yoki siz gormon terapiya olishingiz kerakmi, aniq bilib olish kerak. Sizlarga FSH, testosteron va mayik hajmini tushuntirib o'tib ketdim 3 ta bosqichida va yana bunga qo'shimcha qilib tekshiruvlar qilaman. Ingibin B, estrogen gormonlari ham FSHni kontrol qilib turadi. Ingibin B sertoli hujayrasida ishlab chiqariladi. Estrogen, testosteron aromataza fermenti ta'siri ostida estrogenga aylanadi va estrogen ham FSH gormonini kontrol qiladi. Shuning uchun bu analizlar tekshiruvdan o'tishi shart va yana bitta tekshiruv bu karyotip, ya'ni sizda irsiy xromosoma kasalliklari bor yo'qligi, mana shu irsiy kasalliklar sizda urug' 0 ga olib kelganmi yo'qmi aniqlash uchun har doim karyotip, ya'ni irsiy kasalliklar bor yo'qligi tekshirilib o'tilishi shart. FSH gormoni agar sizga azospermiya tashxisi qo'yilgan bo'lsa, sizda biopsiya qilinishi kerakmi yoki siz gormon terapiya olishingiz kerakmi? Mana shu analiz orqali aniq etiladi. Xulosa qilib aytganda, azospermiya tashxisi qo'yilganda qanday analiz tahlillari tekshiruvdan o'tishingiz kerakligi va mana shu analiz tahlillariga qarab, mana shu 3 ta bosqichida qaysi bosqichda siz gormon terapiya olishingiz kerak, qaysi bosqichda siz biopsiya qildirishingiz kerakligi o'zingiz bergan savolga javob oldingiz degan umiddaman.